hayot tugaydi. Qiyomat ikkita bo'ladi. Birinchisi insonni o'lgan kuni qiyomat. Ikkinchisi katta hamma birga bo'ladigan qiyomat. Inson o'lgan kunda kafan kiydiriladi. Oppoq qilib, millatiga qaramaydi, boyligiga qaramaydi, biror narsasiga qaramaydi-da, oppoq kafanga o'ralib turib qabrga qo'yiladi. Bu ham bir libos. Musulmonni chiroyli kuzatib qo'yishlik. Ammo qiyomat kunida Oysha onamiz aytladiki, Oysha onamiz so'radilar, "Ya Rasululloh" dedi, "Shu odamlar qiyomat kunida qanday qilib yalang'och turadi?" dedi. "Hufatan, uratan, yalang'och holatda qiyomat kunida tiriladi" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. "Ishsiz o'ylagandan ko'ra kattaroq odamlar kiyimsiz Alloh taoloning huzurida tiriladi ertaga" dedi. Shunda birinchi bo'lib kimga kiyim kiydiriladi va birinchilardan bo'lib keyin kimlarga kiyim kiyiladi desa, qaysi odam dunyoda taqvodor bo'lib yashasa, qiyomatda birinchilardan bo'lib Alloh taolo kiyim kiydirar ekan. Va libasuhum fiha harir deyapti Alloh taolo. Jannatga kirgandan keyin ularning kiyimlari go'zal, ipak, yumshoq bo'ladi deyapti.